Psixikangizda masala bormi? Qarab chiqing. Avtori Jon Shvettin. Qadrli do'stim, bu hayotda hammamiz boshqa tiqchilarga duch kelamiz. Turlik ishlarga ishimiz siqiladi, hatto hayotdan zerikkandakmi bo'lamiz. Halbuki bu masalalarni hal qilish va bu psixikalik qalayimqanchilikni tugutish uchun bu masalalarning qandaq vaqtda psixikamizni qalayimqanlashtiradiganligini bilish to'limi muhim. Men bugun psixikamizning buzilganligining ba'zi alomatlari to'g'risida to'xtalmoqchiman. Hammamiz o'zimizni azroq bo'lsa-mu yaxshi ko'rishimiz, qadrlashimiz kerak. Agar odam o'zini yaxshi ko'rmasa, hatto o'zidan nafratlansa, masalan, ma'lum jihatda o'zidan bezor bo'lsa, o'zini arzimasdek his qilsa, hamda bu vaqtlik ahvol bo'lmasdan izchil davomlashsa, bu sizdagi psixikalik masalaning alomati bo'lishi mumkin. Sağlam ro'yi holatga ega kishilar o'zlari yo'liqqan masalalarga qarta hal qilish chorasi tepib chiqalishi yoki shundoq qilish uchun tirishchanlik ko'rsatilishi mumkin. Ammo bir odamda psixikalik masala bor bo'lsa, mundaq ahvol ko'riladi. O'ttirda bir masala bor. Gerçi bu masalani hal qilish oson bo'lsa-mu, ammo psixikasida masala bor kishilar masalani hal qilish chorasiga yuzlanishini unumaydi va bu masaladan o'zini ap qechishga ko'nib oladi. Masaladan o'zini ap qechish usullarining ba'zilarining boshqalarga faqatli ziyni yo'q. Masalan, ba'zilar ishsiz qilganda fursat topsala uxlaydi va allaqandoq amallar bilan shu masaladan o'zini ap qochadi. Yana ba'zilar ko'ngli yerim bo'lganda yoki boshqalardan azor yeganda shular bilan yuzlashishning o'rniga to'yg'ichi yeb ichidi. Buni hissiy tamoq deymiz. Bundaq kishilarda semizlik ko'p uchraydi. Ammo yana ba'zilar o'zini masaladan ap qochish uchun nopop usullarni qo'llanadi. Masalan, ba'zilar o'zlari duch kelgan masalaga yuzlanishning o'rniga aroqqa, zaharlik chekimlikka beriladi hamda aroqni va zaharlik chekimlikni iste'mol qilgan muddatda u masalani kallasidan chiqarib yetalaydi. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, u asha aroq yoki zaharlik chekimlik orqali o'zini narkozlaydi, bexotlashtiradi. U mazkur jarayonda ashu masaladan qutulganmi bo'lsin, ammo maslikdan yeshilganda ahvol qandoq bo'ladi? Albatta, masala o'z joyida shu peti turgan bo'ladi. Natijada u aroqni texmi ko'p ichishga boshlaydi. Ba'zilar bozor cho'rgilash, narsa kerak setilish orqali o'z kayfiyatini ko'tara oladi. Yana ba'zilar o'zini biror ishga haddidan ziyoda mashg'ul qilish orqali masaladan qochishi mumkin. Bularmi psixikalik benormallikning alomatlaridan bir qanchasidir. Bizning boshqalar bilan bo'lgan munosabatlarimizmi ro'yi sog'lomlik ahvolimizni tushunishimizdagi eng muhim ko'rsatkichlarning biridir. Masalan, men yenimga maslahat so'rab kelganlardan doim do'stlaringiz bormi? Oilangizdagilar bilan bo'lgan munosabatingiz qandaroq degan savollarni so'rayman. Agar atrofingizdagi barliq kishilar bilan bo'lgan muomala masalasiga yo'liqqan bo'lsangiz, ha deganda boshqalar bilan jidallashib qolsangiz, har kimga g'umingiz bo'lsa yoki kishilar bilan aloqa o'rnatishingiz tasga to'xtasa, yolg'iz qolsangiz, bumi sizda psixikalik masala borligini ko'rsatib beradi. Qayda ilgari yaxshi o'tgan kishilar bilan oramizda undaq-mundaq ishlar yuz berib, qisman ishlar kallimizdan faqatli o'tmasa, hamda mundaq ahvolda biz duch kelgan alomatlar bilan billa atrofimizdagi kishilar bilan bo'lgan munosabatimiz buzilsa, maktab hayotimiz, xizmat hayotimiz falokatdan beri kelolmasa, shundaqla bu 1-2 kunlik masala bo'lmasdan izchil davomlashsa, bumi bizda masala borligini ko'rsatib berdi. Ro'yi holatda sog'lom kishilar turmushda o'z ehtiyoji bilan vahimasining orasini tangponlashtira oladi.
Hammamizning hayotda allaqandaq vahima tashvishlari, qadam elishqa jur'at qilolmaydigan ishlar bo'ladi. Ammo bir odamda psixikalik masala bor bo'lsa, u o'z vahimasining asiriga aylanadi. Uning hayot to'g'risida nurg'un umidlari bor bo'lsa-mu, ammo u shu xususda biror qadam elishdimmi ikkilanadi. Natijada qo'rqinch uni iskanchisiga elib oladi-da, odam ko'ngli tortgan ishni qilolmag'achqa tushkunlashib ketadi. Hamda bu qo'rqinchni yengolmagachga u ashu nachar aylanish ichida qoladi. Baxt, huzur va orom xudolik hissiyoti uningdan baxtli yiroqlashib ketadi. Agar siz dal mushu xil ahvolga yo'liqqan hamda qo'rqinchlaringizning asiri bo'lib qolgan bo'lsangiz, bu sizda psixikalik masala borligini ko'rsatib beradi. Kishi o'zining ro'yi sog'lomligini baholaganda diqqat qilishga tegishli eng muhim ishlarning biri o'zining xumoridir. Xumor deganimiz bir narsaning bizga ziyon soladiganligi aniq bo'lsa-mu, yanada uni hayotimizda saqlab qolishga tirishish urinishimizdir. Xumarning obyekti nuqul holda zaharlik chekimlik yoki haroqni ko'rsatmaydi. Ba'zida bu bizga azor beradigan xizmat muhiti yoki kishilar bo'lishi, hatto bizga azor beradigan munosabatimiz bo'lishi mumkin. Atrofingizga qarab beqing. Nurg'un kishilar ba'zilarning o'ziga intayin ig'ir va ishongusiz arziyat yetkazishiga qaramasdan shu kishilarga bog'lanib, ya'ni xumor bo'lib qolganligi uchunla uning bilan bo'lgan munosabatni davomlashtirdi. Undaqda bu xil holat davomlashsa qandoq bo'ladi? Bu xumordan qutulolmaslik sababli kishining ro'yi holati tamoman normalsizlashadi. Turmush sifati tuvallaydi. Agar mundaq kishi psixikasi normal biri bo'lgan taqdirdimi, arziyati ko'p odam bilan birga yashaganligi sababli ro'yi holati baxtli nacharlashib ketadi. Hammamiz hayotda go'yi yaxshi, go'yi nachar ishlarga duch kelamiz. Nachar ishlarga duch kelganimizda ko'nglimiz yerim bo'ladi. Hatto o'zimizni yo'qotib qo'yamiz va bir mahal ashu salbiy shay'ining ta'siriga uchraymiz. Ammo ro'yi holati sog'lom kishilar o'zidagi moslashish iqtidoriga tayanib, bir mezgildan keyin shu ishni unutib ketalmagan taqdirdami normal hayotini davomlashtira oladi. Bu ziyon tortish, vayron bo'lish yoki birarsidan ayrilish qatorliqlar bo'lishi mumkin. Normal psixikaga ega kishi bu xil ahvolda qanday qiladi? U shundoq, uni seg'indim. Hali ham azoblanyapman. Ammo hayotni davomlashtirmasam bo'lmaydi degan nuqtaga bora oladi. Ammo bir odamda psixikalik masala bo'lsa yoki u boshdan kechirgan ahvol uni psixikalik benormallikka duchor qilgan bo'lsa, u oradan necha yil o'tgan taqdirdami yanala reallikka moslasha olmaydi. Bundaq kishi bir oylik munosabatning uzilgani uchun 5 yil azoblanadi yoki iztirobi sababli kishilardan o'zini qochirib bekinib oladi. Bu xil tipdagi kishilar bir qatimliq vayron bo'lish sababidan hech yerda ishlamaslikni qaror qiladi. Ya'ni reallikka moslashishning o'rniga o'zini vahimasining asiriga aylantirdi. Bumi sizda psixikalik masala borligining alomati bo'lishi mumkin. Hammamizning turmushda ishtahoyimiz, uyqu sifatimiz, atrofimizdagi kishilar bilan bo'lgan munosabatimiz qatorliq jihatlarda ozdir ko'pdir muqim odatlarimiz bor. Atrofimizdagi kishilar biz to'g'risida yoki biz o'zimiz to'g'risida palonning ishtayi mundaqroq, tomoqni oz yeydi, paloni mundaq vaqtda uxlaydi va mundaq vaqtda o'rnidan turdi. Pokonning pistani qatorliq do'stlari bor, ular mundaq vaqtda ko'rishidi. Palani boshqalar bilan bardi keldi qilishni yaxshi ko'rdigan, ya'ni ijtimoiylik kuchli odam yoki o'ziga ko'proq vaqt sarf qilishni yaxshi ko'rdigan odam degandek baholarni bera olamiz. Ya'ni hammamizning boshqalar tarafidan bilingan aloyidliklari va odatlari bor. Ammo ba'zida psixikamiz buzilganda bu odatlar tamoman qilaymi qilishib ketadi.
aslida ishtahasi töven odam tomoqni ko'p yeyishga boshlaydi. Aslida ishtahasi normal bo'lgan odam ishtahasini yo'qotadi-da, qisqa muddat ichida ko'rinarlik o'rxlab ketadi. Aslida uyqusi qochadigan odam, oz uxlaydigan odamning karvatdan tushgisi kelmaydigan bo'lib qolishi mumkin. Yoki dal shuning aksicha, aslida ko'p uxlaydigan odam karvat yotsimi, xiyollarning oyga chiqmay, uyqusiz holda tong otqizib etishi mumkin. Xulos kalam, agar bizning normal turmush odatimiz qisqa vaqt ichida aksi yo'linishga o'zgarib ketsa, bu psixikimizning buzilganligining bir alomatidir. Sizda psixikalik masala borligini ko'rsatib beradigan yana bir alomat shuki, atrofingizga kishilarni kuzatganda kollingizda mundaq bir xiyol tug'iladi. Bu kishilar qandaqsiga xo'shal bo'la oladi? Ular xo'shal bo'la olgan ishlarni nerdan topdi? Men nemishqa bundaq xapagan yashayman? Hayot men uchun nemishqa buncha mushkul? Agar o'zingizni ashunda qarong'ulik ichida qolgandek his qilsangiz, boshqa kishilarning hammasi sizdan bak xo'shaldek ko'rinsa, demak, bu yerdami masala bor. Yana ba'zida biz boshqalar ancha eranishib ketmagan kichikina bir ishning vaznini ko'ptirib etishimiz mumkin. Bu og'rib qolishdan yoki maynachilikdan qo'rqib bo'lishi mumkin. Yoki bizda beshimga kutilmagan biror ish kelishi mumkin deb o'ylaydigan holat bo'lishi mumkin. Bundaq ahvolda bizni taniydigan va yoki yaxshi ko'radigan kishilarning "Hey palani, bakla oshirvatding, bunchalar qilib ketgudak ish yo'q" deyishiga, hatto buningga qo'shib siz tonimaydigan kishilarningmi u ishga uncha kirishib qilishning hojati yo'qligini aytishiga qaramasdan, siz ahamiyatsiz deb qaralgan ushaq-tushak ishlardan qattiq andishlansangiz va bu andisha hayotingizga, uyqungizga, munosabatingizga ta'sir yetkazsa, bu ig'ir psixikalik masalaning alomati bo'lishi mumkin. Bizga huzur ato qiladigan shaylarningmi, ko'nglimizni g'ash qiladigan shaylarningmi eng asosliqdan biri munosabatdir. Agar biz ichida turayotgan munosabat mushkul bo'lsa, shundaqla bizdan har vaqt hushyor turishni talab qilsa, doimla talash, tortish va yirikchilik ichida bo'lsak, odam bir tarafdan bu munosabatga ko'nib qoladi, xuddi ish aslida shundoq bo'lishi kerakdek tuyuladi. Siz bu xil munosabat davomida o'zingizni ro'yi jihatda ancha bak azoblanmagandek his qilishingiz mumkin. Ammo ro'yi jihatda azoblanmagandek his qilganligingiz sizning ro'yi va jismoniy jihatdan zaxmlanmaganligingizni bildirmaydi. Bundaq ahvolda, agar sizning birarsi bilan bo'lgan munosabatingiz yirik bo'lsa va bu jiddilik izchil pasaymasa, hamisha turli sabablar tufayli jidal chiqib tursa, bu xil holat o'zingizmi tuymagan holda psixikangizga ziyon solgan bo'lishi mumkin. Shunga bu xil ahvolga jiddiy muomala qilish, sal qaramaslik kerak. Atrofimizdagi kishilarning bizga munosabatli fikrlari albatta qimmatlik. Ammo bu fikrlarni kimning o'tirg'i qo'yganligimi o'xshashli muhim. Ig'ir darajada o'z maftun yoki bizni haqoratlamoqchi bo'lgan birining gaplariga bak astoydil muomala qilishning hojati yo'q. Bundaq kishilar psixikangiz buzilibdi, psixika doktoriga ko'rinib baqsangiz bo'lgudak degandek gaplarni bizni texmi beram qilish uchun deyishi mumkin. Ammo biz ilgari fikriga, aqliga, parasitiga va yaxshi niyatiga ishonadigan kishilardan, do'stim, psixik doktoriga ko'rinib baqsan qandoq? Ilgirkiga o'xshamayli qolding. Ba'zi ishlarga behuda kirishib qolgandek tursan, xeyli xafa ko'rinasan degandek fikrlar kelsa, bu chaqda bundaq kishilarning fikrlariga diqqat qilish kerak. Agar yuqorida qayd qilingan masalalarning ko'pinchisi sizda birli vaqtda tepilsa, hamda bularning alomatlari uzoqdan beri davomlashayotgan bo'lsa, hatto davomli kuchayotgan bo'lsa, sizda psixikalik masala ko'ringan bo'lishi mumkin. Ko'pincha kishilar psixikalik masalalarni o'zim hal qila olmayman deb o'ylaydi. Agar sizdagi masala to'limi yenik bo'lsa, o'zingiz hal qilib keta olishingiz mumkin. Ammo sizdagi psixikalik masala o'tiral yoki og'ir darajada bo'lsa, yordam olmay turib, uni hal qilish asosan mumkin emas. Ammo ba'zilar
Agar men bir psixologga yoki ruhiy kasalliklar doktoriga ko'rinsam, kishilar meni sarankan deb qalmamdi. Bu qandaqmi hal qilish chorasi bo'lsin, deyishi mumkin. Halbuki nurg'un psixikalik masalalarni qoida dori orqali, qoida psixikalik davolash orqali, yana qoida ikkisini birlashtirish orqali nihoyat yaxshi davolag'ili bo'ladi. Men yana shuni deb o'tay, kishilar orasida psixikalik kasalliklarni davolashda to'g'ri ishlatishga qarta bir taraflama qarash mavjud. Albatta bu xil bir taraflama qarash o'zligidan paydo bo'lib qolgan emas. Darvaqa ilgari xizmatiga astoydil muomala qilmaydigan va o'z kasbini so'ymaydigan ba'zi psixik doktorlar ha degandila bemorlarni tushkunlikka qarshi turish dorilarini ichishga buyuravergashga ashundoq bir taraflama qarash shakllanib qolgan. Ammo men shuni aniq aytishim kerakki, ba'zi ahvollarda muayyan psixikalik masalalarni to'g'ri ishlatmay turib saqayt qilib bo'lmaydi. Ammo nurg'un psixikalik masalalarning eng yaxshi hal qilish chorasi ham to'g'ri ishlatish, ham psixikalik davolashdir. Buningga hargiz sal qarashga bo'lmaydi. Nuqul dori orqali davolash yoki nuqul psixikalik davolash ba'zida unumsiz bo'lib qoladi. Bu ikkisini birlashtirganda yaxshi natijaga erisha olamiz. Agar siz yuqorida tilga ilingan alomatlarni boshdan kechirayotgan bo'lsangiz, nima qilishingiz, ishni qayerdan boshlashingiz kerak? Men oldi bilan ruhiy kasalliklar doktoriga tekshirtishingizni tavsiya qilaman. Angliq doktor yoki ruhiy kasalliklar doktorining yeniga borsangiz, u sizga ham to'g'ri orqali, ham psixikalik davolanish to'g'risida yaxshi maslahat berdi. Siz mushu usulni tanlashingiz kerak. Aksicha bo'lganda yillar ashundoq o'taverdi, ammo siz hargizmo bundoq azob va zulmat ichida yashashga mahkum emas. Inglizchadan O'tkir Almas tarjimasi. Manba Uyg'urlar Tor jurnalining 26-sonidan elindi.